قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 30-darsni o'qiymiz. Endi biz bugungi darsni boshlashdan ilgirki soatlik darslarimizda o'qigan fe'lninki turlari haqida qisqacha ixchamlab o'tib ketaylik. Biz ilgirki soatlik darslarimizda fe'lni ikkiga ayirdik. Sahih, mu'tal deb. Sahih deganimizni 3 ga bo'ldik. Ya'ni salim. Salim deganimiz tarakkibida hech qanday kasal harf va yoki ikki harfdan birikib qolgan harf bo'lmagan va hamza bo'lmagan normal sog'lom fe'lni biz salim fe'l deb aradik. Masalan, sami'a, fataha, hasuna deganga o'xshash. Bu sahihning ikkinchi turi mahmuz deb ikkinchi turi bor. Biz buni o'rganmagan. Ya'ni buningki mayli beshiga kelsin, mayli o'ttirga kelsin, mayli oxiriga kelsin, hamzalik alif olishib qolgan fe'llar. Ya'ni akala, saima, qara'a deganga o'xshash. Buningdagi alif hech qaysi harful illa emas. Ya'ni illat, kasal harf emas. Bu alifning ustida hamza bor bo'lgan asli alif. Biz buni kasal harf demaymiz. Shuning uchun biz buni mahmuz deb ataymiz, lekin bu sahih fe'lning qatoridan. Mahmuz fe'l degan qanday fe'l desa, orasiga hamzalik alif qo'shilib qolgan fe'l. Bu mo sahih fe'lning qatoridan. Endi sahih fe'lning 3-chi qaysi deganda biz ilgirki soatlik darsimizda o'qigan mudaaf. Buning yana bir atalishi mushaddad deb ataladi. Tashdid o'qilgan. Yani ikki harf bir so'zda kelib qolsa, ikkisini qanday qilib biz tashdid o'qib, idg'amlab biriktirib o'tgan fe'l. Xuddi zanna, malla, ranna deganga o'xshash. Mana bu sahihning turlari. Salim tarkibi hech qanday bir kasal harf, shundaqla hamza, shundaqla ikki harfdan birikib qolishidan xoli bo'lgan sog'lom fe'lni ko'rsatadi. Mahmuz fe'l deganimiz tarkibida hamzalik alif bo'lgan fe'llarni ko'rsatadi. Mushaddad ya'ni mudaaf deganimiz ikki harf idg'am qilinib birikib ketgan fe'llarni biz mushaddad yoki mudaaf deb ataymiz. Donna, malla, rannaga o'xshash. Endi fe'lning ikkinchi qismi mu'tal. Biz ilgirki soatlik darsimizda hammani so'zlab bo'lgan. Ya'ni kasal harf olishib qolgan fe'l. Ya bu kasal harf fe'lning naga beshiga aralashgan bo'ladi, vaqa'a deganga o'xshash. Yoki fe'lning o'ttiriga aralashgan bo'ladi, sama degandagi alifga o'xshash. Yoki fe'lning naga oxiriga aralashgan bo'ladi, nasiya, mada, da'a deganga o'xshash. Mana bu mu'tal fe'lningki 3 xil turi. Sizlar mushuni insonlar tutib olsanglar bo'ladi. Buni tunugungi darsimizning oxirida so'zlab o'tgan, biz buni tunugun so'zlamadik, sizlarning zihninglarni chechib solmaydi deb. Endi bugun biz 30-darsni boshlashdan ilgari qisqacha buni xulosalab o'tib ketishni to'g'ri topdim. Ya'ni aqsamul fe'l, fe'lning qismlari birinchidan salim, ya'ni sog'lom, ikki harf birikib qolmagan, tarkibida hamzimi bo'lmagan, kasal harfdan xoli shundaq fe'llarni biz salim fe'l deb ataymiz. Xuddi kataba deganga o'xshash. Bunun mudorisi yaktubu chiqadi. Zivar o'qilgan mudorisi bo'lsa, ochiq zivar o'qiladi, birlik holatida lan yaktuba deganga o'xshash. Sokinlik holatida lam yaktub sokin o'qiladi. Amrda uktub oxirisi sukun. Normal, sog'lom fe'l. Ikkinchisi mahmuz deymiz, ya'ni hamzalik kelgan fe'l. Bu mahmuz fe'l, ya'ni hamzalik kelgan fe'l ya hamza fe'lning beshida bo'ladi, akala deganga o'xshash. Ya hamza fe'lning o'rtasida bo'ladi, sa'ala deganga o'xshash. Ya hamza fe'lning oxirisida bo'ladi, qara'a deganga o'xshash. Akala madi, ya'kulu mudari, lan ya'kula zivar qilgan holatda lan fe'l mudorini qanday qiladi? Zivar qiladi. Lam ya'kul kul hammasining oxirisida amirning sukun, manfi qilingan holatda sukun. Nahi qilgan holatda zivar, lan zivar qilg'achqa. Sa'ala yas'alu, lan yas'ala, lam yas'al, is'al. Qara'a yaqra'u, la yaqra, lam yaqra, iqra. Mana bular mayli salim bo'lsin, mayli mahmuz bo'lsin, mayli hamda biz tunugun o'rgangan mudaaf bo'lsin, adda, shamma, jadda deganga o'xshash. Bular sahih fe'lning turiga tava. Mudaaf, mahmuz, salim hammasi sahih fe'lning turiga tava.
Adda mazisi, ya'uddu mudari, len ya'udda züver kirgen halıtıda. Züver, lem ya'udda sakinlik halıtıdın çoğu züver. Biz bunun tefsilatını tününkü dersimizde sözlep bulduk. Udda fiil emrisi. Şemme, yeşummu, len yeşumme, lem yeşemme, şemme. Cedde, yeciddu, len yecidde, lem yecidde, cidde. Mana muşunun oxşaş. Mavlanın hemimiz qanday fiillar? Sahih fiillar. Bu sahih fiillarning türleri. İkinci çoğun türü qaysi deganda mu'tal fiillar. Mu'tal fiil, yani kesel harf aralashgan fiil. Endi kesel harf aralashgan fiil, kesel harf ba'zida fiilninki nasida bo'ladi, beshida bo'ladi. Xuddi beshida bo'ladi. Masalan, waqafa deganga o'xshash. Waqafa madi, yaqifu mudari', lan yaqif züverlik halati, lam yaqif sukunlik halati, qif emir. Endi kesel harf o'tirdi bo'lgani qala, ba'a namiga o'xshash. Bana bu madilik halti, bu mudari'lik, bu züverlik, bu sukunluk, bu çoğu fi'li emir halti. Endi biz mu'tallul lamliq nima o'qidik? Yani ahirda kesel harf kelgini. Yani masha, nasiya, nahada hammasini ahir qarab boqadigan bo'lsak, ahirida nima bor? Kesel harf bor. Endi biz bu fiillarninki mazi, mudari, emir hammani ilgili darsimiz qanday bo'ldik? So'zlab bo'ldik. Endi bunun sarf qoidasida, morfologiya qoidasida atilishi birinchi harfida kesel harf kelgan, ya'ni mu'tallul fa'ninki sarf qoidasida atilishi misol deb atiladi. Buning ismi nima? Misol fiil deb ataymiz. U turida kesel harf kelib qolganda biz ajvaf deb ataymiz. Ajvaf deganimizning ma'nosi kavak degan gap. Ya'ni u turida kesel harf kelib fiil qanday qilgan? Kavak qolgan. Lamning barabarida kesel harf kelganini deb ataymiz, naqis fiil deb ataymiz. Bu sarf qoidasidagi atilishi. Sizlar mush atilishni yodlab olinglar. Endi oxirida biz o'rganmagan ikki qism bor. U qaysi deganda, endi yuqorida biz kesel harf kelgandan keyin 5 ta kelganini o'rgandik, kesel harf o'tirdi kelganini o'rgandik, kesel harf oxirida kelganini o'rgandik. Endi kesel harfning ikkisi kelib qolsa shu fiilda. Desa, masalan, kava yakvi desak, kavada ikki dona kesel harf keldi. Masalan, biz buni tafsili to'xtalmagansan, zehningiz chaqmoqsin deb, ha? Endi qaraydigimiz kava kesel harfning ikkisi keldi. Wo va ya. İki dona kesel harf oxirida kelgan bo'lsa, biz buni lafiful maqrun deb ataymiz. Nima? Lafiful maqrun. İki dona kesel harf kelgan bo'lsa. Endi bu ikki dona kesel harf birisi beshida, birisi oyog'ida kelgan bo'lsa, shu desa, buni lafiful mafruq deb ataymiz. Ya'ni wo va ya. 2-5 qanday qildi? Kesel harf keldi. Kava yakvi, lan yakviya, lam yakvi ikvi. Mana buningda züverlik holati qanday? Oshkorla sukunlik holatida oxirini qanday qilamiz? Kesel harfni tashlab o'tamiz. Amirdimu oxirini sukun qildigan bo'lg'achqa oxirini qanday qilyaptik? Tashlab o'tdik. Vaqa yaqi, lan yaqiya. Vaqa degan saqladi degan gap, ha, saqladi. Vaqa yaqi, lan yaqiya. Züverlik halati oshkora. Lam yaqi. Sukun qildigan yerda oxirgi kesel harfni qanday qilib o'tamiz? Tashlab o'tamiz. Qi amr, ha? Qi, qiya, qu, qiyi, qiya, qiyna deb mushu bo'yicha chiqadi. Mana bu fiillarninki tafsiliy ahvollari. Anda bo'lsa biz endi darsimizni boshlab ketsak bo'ladi. Sizlar fiillarninki qismlarini mushu bo'yicha kallanglarda ixchamlab tutib olsanglar bo'ladi. Qolgan fiilninki yana ayrim tafsilotini biz ayrim sarf darsi deb, ya'ni morfologiya darsida buni ayrim dars qilib chiqaramiz inshaalloh. Anda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Ad-darsu 30. Endi 30-dars. Bu darsda ham o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun ikkilik ism va ikkilik fiil. Biz buni ayrim to'xtalmaymiz. Chunki biz ilgirki darslarimizda fiilni so'zlagan vaqtda ikkilikni qo'shib qanday qilgan o'rgangan. Kitobda bo'lsa ilgirdan boshlab ikkilik fiil to'g'risida so'zlab boqmadi. Men buni sizlarga qo'shib so'zlab berib bo'lgan. Bugungi darsimizda shu ikkilik fiilni so'zlamoqchi, buni sizlar o'rganib bo'lgan. Shunga biz buningda ayrim to'xtalmaymiz. Yaqifu bil babi fatayan. İkki yaş turdu. Udkhula kirangla. Men entuma sila kim? Nahnu taliban jadidan. Biz
yangi ikki o'quvchi. Merhaban bikuma. İkkinlarni qarshi olaman. Min ayna antuma? Sizlar qayerdan? Nahnu min as-Sin. Biz Jungodan. Mata wasaltuma ila al-Madinati al-Munawwarati? Qachon yetib keldinglar sizlar ikkinlar Madina Munawwaraga? Wasaltuma, wasala, ya'ni wasalta, wasaltuma. Wasalna amsi, tunugun yetib keldik. Ataw amani antuma? Sizlar ikkinlar qo'sh kezakmi? Na'am. Ve keyfe arafte zalika ya ustaz? Şundaq. Ustaz, aşını qandaq bildiniz? Araftu mineşşebehillezî beynekuma. Beynekuma qalan. İkkinlarning o'ttirisdagi o'xshashlikdan bildim. Şebeh olsa o'xshashlik. Ma esmaukuma? Sizlar ikkinlarning ismi nima? İsmi el-Hasan ve ahi ismuhu el-Husayn. İsmim Hasan ve qarindishim onun ismi Husayn. Alakuma ihwatun ve ahavat? Sizlarning o'g'il ve qiz bir tuqqanlaringlar barmi? Naam, lana ahavan ve uxtan. Shundaq, bizning ikki o'g'il ve ikki qiz bir tuqqanimiz bor. Ammal ahavan fay'amalani fi maktabi khututin jawiyya. Amma o'g'il ikki qarindishimiz ishlaydi havo liniya ishxonasida. Wa qad darasa fi ma'had al-lughati hada qabla sanawat. Va qad degan fe'l modining beshiga kelsa jazman deganni bildiradi. Va haqiqatan o'qidi o'sha ikkisi. Darasa ikkisi o'qidi degan gap. Ikkisi o'qidi til institutida buningdan yıllar ilgiri. Sanavat yıllar ilgiri. Ve emmel uxtan, amma iki kız qarindishimiz fetedrusani fil medreseti thanaviyye. O ikisi sanavi, yani tuluq otur mektepte okuydu. Kânet lana uxtan uxriyan matata fis sigari. Kânet boğan idi, yani idi biz üçün, boğan idi biz üçün iki uxriyan başqa kız qarindishimiz bo'lgan edi. Matata fis-sigari. Kichik vaqtda o'lib ketdi. Mata o'ldi, matata ikkisi o'ldi. Fi ayyi kulliyatin turidani an tadrusa ba'da dirasati al-lughati al-arabiyya? Fi ayyi kulliya? Qaysi kulliyada xohlaysizlar o'qishni arab tili o'qib bo'lgandan keyin, ya'ni arab tili o'qib bo'lgandan keyin qaysi kulliyada, yani fakultetda o'qishni xohlaysizlar? Turidan, ikki qilgan, turidu, turidani, turiduna. Uridu an adrusa bi kulliyati shari'a. Shariat fakultetida o'qishni xohlayman. Amma al-Hasan, amma Hasan bo'lsa, fayuridu an yadrusa bi kulliyati al-Qur'an al-Karim. Qur'an Karim fakultetida o'qishni xohlaydi. Vaffaqakumullah. Allah sizni muvaffaq qilsin. Nuridu an nadhhaba ila al-muraqib. Yani nazoratchining qishig'a berishni xohlaymiz. Muraqib deganimiz odatda raqib degan nazorat qildi, muraqib nazorat qiluvchi. Ya'ni o'quvchilarni nazorat qilgan odamni muraqib deb ataydi. La tadhhaba ilayhi al-an fa innahu mashghulun. Uningga bormanglar hozir, chunki u aldirash. Yumkinukuma an tadhhaba ilayhi. Mumkin bo'ladi sizlarga berish uningga ba'da intihai hissa. Dars tugagandan keyin. Hissa degan shu darslik vaqtini, hissa degani 1 soatlik darslik vaqtni biz hissa deb ataymiz. Ya'ni 45 minut yoki 50 minut bo'ladi. Shu 1 soatlik darsni hissa deb ataymiz. Ya'ni shu hissa 1 soatlik dars tugagandan keyin uningga borsanglar bo'ladi. Izhabal an ila al-maktabati. İzhaba, mafil amrning ishkilika, izhaba. Beringlar hozir ishxonaga, kutubxonaga va xuza ishkilika. Va elinglar muqarrara bekitilgan kitoblarni qanday qilinglar elinglar. Ya'ni kutubul muqarrara degan darslik qilingan kitoblarni qanday qilinglar elinglar. Bugungi darsimizga qaraydigan bo'lsak, asosliq ikkilik ism. Biz ikkilik ism to'g'risida to'xtalib bo'lgan, ya'ni oxirga alif, nunni kirib ikkilik qilamizda. Undan boshqa fe'l modining ikkiligi, fe'l mudorining ikkiligi,
fe'l amrining ikkiligi haqida bugun shuni maqsad qilmoqchi. Hamda biz fe'l modini to'laganda, fe'l mudoriyni, fe'l amrini to'laganda ikkiligini qo'shib qanday qilgan o'rgangan. Tamarin ko'nikmala. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering deydi. Manil fatayan ikki yigit kim? Ma asma'uhuma o ikkisining ismi nima? Min ayna huma o ikkisi qayerdan? Kam axan va uxtan lahuma o ikkisining qancha o'g'il bir tuqqan, qancha qiz bir tuqqani bor? Fi ayyi kulliyatin yuridu ay yadrusa? Qaysi fakultetda o'qishni xohlaydi o ikkisi? Tekstga asosan javob bersalar bu sizlarga topshiriq. İkincisi da'fil farag fi kulli cümletin mimma ya'ti el-fi'le zahaba el-madi ba'de isnadihi ila damiril munasib. Quyun boş o'ringa hamma cümledeki zahaba fi'lini munasib damirga yulab bo'lgandan keyin, zahaba degan madi fi'lini munasib damirga yulagandan keyin zahaba fi'lini tuandagi hamma cümledeki boş o'ringa qanday qiling qo'ying deydi. Zahabaning mas keldiganini qo'yamiz. Ikkilik bo'lsa, ikkilik holatini, ko'plik bo'lsa, ko'plik holatini va fe'llarningki mayli modi bo'lsin, mayli mudori bo'lsin, mayli amr bo'lsin, ikkiligi er ayolga o'xshash, ha. Ayna Xolidun, mazisi o'xshamaydi, diqqat. Mazisi o'xshamaydi. Ayna Xolidun va Hamidun. Xolid va Hamid qayerga ketdi deydi. Ne deymiz? Zahaba ilal maktaba. Kutubxonaga ketdi. Zahaba deganning ikkiligini qo'yamiz. Nima uchun? Xolid, Hamid ikki odam bo'lganligi uchun. Ayna Aminatu va uxtuha. Amina va uning qiz qarindoshi qayerga ketdi deydi. Bu yerda odam ikki. Unda bo'lsa, zahabaning ikkiligini va ayolligini qo'yamiz. Zahabata ilal mustashfa li'iyadati ummihima. Doktorxonaga ketdi, anasini qana qilish uchun, yo'qlash uchun, li'iyada yo'qlash. Ayna amsi ya axavan. Ey qarindoshlar, tunugun qayerga bordinglar? Bunda bo'lsa zahabaninki axavan deb xitob qilyapti, ikkinchi shaxs. Bunda bo'lsa muxotab erlik ikkiligini kelamiz. Nima deymiz? Ayna zahabtuma amsi ya axavan. Birini öz anlaşılab bakın. Üçüncüsü da'fil farag fi kulli cümletin mimma ya'ti el-fi'le yezhabu el-mudari' ba'de isnadihi ila damiril munasib. Tuandaki hamma cümledeki boş o'ringa yezhabu degan mudari' fi'lninki munasib zamirga qo'yilib bo'lgandan keyin qo'ying deydi. Ya'ni yezhabuninki cümlelik o'rniga qarab ikkilik bo'lsa ikkilik, erlik bo'lsa erlik mas holatda bu yerga qo'yamiz. Birinchisi qaranglar. Ahmad va Ibrohimu, Ahmad va Ibrohim ilal maktabati kulli yawm deydi. Ahmad bilan Ibrohim har kunisi kutubxonaga yezhabu. Endi yezhabu qaysi mas keladi? Ikki ekan. Er ekan. Unda bo'lsa yezhabani ilal maktabati kulli yawm deymiz. Ayna ya valadan dedi. İki bala qayaga barsizlar? Yani yezhabuni ikkiligini qo'ysak nima deymiz? Ayna tazhabani ya valadan? At-talibatanil jadidatan ilal musalla deydi. Yangi ikki qiz o'quvchi namoz o'qiydigan o'ringa qanday qiladi? Boradi. Unda o'sin deymiz. Tazhabu tazhabani. At-talibatanil jadidatan tazhabani ilal musalla. Qolgan ikkisini o'zi anglashlar. To'rtinchisini o'zi anglashlar bakma. Dördüncüsü da'fil farag fi kulli cümletin mimma ya'ti fi'lil amr izhab ba'de isnadihi ila damiril munasib. Endi izhab degan bu buyruq fi'lning munasib damirga qo'yilib bo'lgandan keyin tuandagi jumladagi bosh o'ringa qo'ying deydi. Ya'ni ikkilik holatini so'rmoqchisan. Ya axavan, axun bo'lsa bir qarindosh, axavanchu ikki qarindosh. Ya axavan hozir masjidga beringlar demoqchi bo'lsangiz, ya axavan izhaba, izhab, izhaba, izhabu. Shunday-ku, izhaba ilal masjid al-an. Endi ya bintan emrisi o'xshasha.
Ya bintan izhaba ila mektebil mudireti deymiz. Emrinin ayarlıqı oxşaş. Beşincisi emame kulle cümletin mimma ye'ti fi'lu mudari' merfu ekmil bihil cümle. Tüendiki hemme cümlenin aldıda peş okulduğun fi'lu mudari' ba ekmil bihi onun bilen tuluqlan cümleni ba'de taghyir ma yelzem. Lazım kıldığını özgertip boğandan keyin, yani özgertishga tegishlik bo'lganlarni özgertip boğandan keyin tuluqlan deydi. Mesela yezhabani degan fi'lni ba'di. Yuridani en deydi. En fi'li mudari'nin ahına qanday qiladi? Zavar qiladi. Onda bo'lsa yezhabanining oldiga kelsa qanday qiladi? Zavar qiladi. Bunun ikkilik fi'lda va ko'plik fi'lda zavarlikning alomati qandaydi? Nunning tushib ketishi zavarlikning va nimaninki sukunlikning alomati edi. Unda bo'lsa yuridani ay yezhaba ilal mahja'i. Xalaydı o ikkisi yataqqa berishni deganda en kirdi bu nun qanday qiladi? Tushib ketadi. Nima uchun? En fi'l mudari'ning oxirini qanday qiladi? Zavar qiladi. Ya'ni nunning tushib ketganligi zavarlikning alomati. Nunning mavjud bo'lib turganligi bu fi'lninki mushayda pashlikninki, pash o'qildigan o'rinda ekanligining nimasi? Alomati deymiz. Yurida ikkinchisi yuridani an yal'aba. Bunun da nunni tashlab o'tamiz. Nimishqa en kirganligi uchun. En fi'l mudari'ni zavar qilgachqa nunning tushib ketishi zavarlikning bo'ladi, alomat bo'ladi. Ay yezhaba ay yal'aba kuratas salla. Bu ikkisi basketbol o'ynashni xohlaydi. Demak, ikkilik fi'llarda biz ko'plik fi'llarni shunda deb tushundik. Ikkilik va ko'plik fi'llarda oxirgi nunning fi'lning oxiridagi nunning yazhaban, yal'aban, yashraban. Nunning mavjud bo'lib turganligi bu fi'lninki pash o'qilganligining alomati. Nunning tushib ketganligi zavar o'qilganligining alomati. Shundaqla zavar qilishga tegishli bo'lib qolsa, chuqum nunni qanday qilib o'tamiz? Tashlab o'tamiz. En fi'li mudari'ni qanday qiladigan omillar zavar qiladi. Shundaqla fi'li mudari'ni zavar qilib, fi'li mudari'ning oldiga kirib, masdarga o'zgartirdi. Masalan, ayyadhaba bo'lsa berish, ayyal'aba o'ynash, ayyashraba ichish deb bir masdarga qanday qiladi? O'zgartirdi. Endi oxir uchinchisini sizlar ishlab boqinglar. 4-chi, 5-chisini sizlar ishlab boqinglar. 6-chisi akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi damirin munasib. Tuandagi hamma jumlani munosib damir bilan qanday qiling? To'liqlang deydi. Ara'ayta talibaynil jadidayn ikki o'quvchi. Yangi ikki o'quvchini ko'rdingizmi? Taliban bo'lsa ikki bo'ladi. Shundaqo, bu peshlik holati. İkkilik ismda peshlikning bilan alif bilan bo'ladi. Ismda, mal ismning gapi. Endi ziyoliq uchun zavarlikning alomati. Ya'ni ara'ayta talibayn. Chunki ra'a fi'il ta fa'il. Ko'rdingizmi? Siz kimni? Ikki o'quvchini. Kurash kimning ustiga tushdi? O'quvchining. Unda bo'lsa o'quvchi nima ekan? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih nima o'qiladi? Zavar o'qiladi. Unda bo'lsa Taliban zavarlik holatda ya bilan talibayn bo'lib keladi. Jadidaynmi sifat bo'lganligi uchun sifat mavsufga agishib, bumi jadidan deki holatdan jadidayn deb zavarlik holatda ya bilan keladi deymiz. Demak, bu yerdan shunday bir qoida chiqadiki, ikkilik ismda peshlik alif bilan kitoban, Taliban hammasininki alif bilan peshlik ifodalanadi. Endi kitobayn, talibayn, muslimayn bu alif ya o'zgarib ketsa, ha bu zavarkan yoki zirkan deb bilsak bo'ladi. Ham agar ikkilik ism peshlik o'rnida bo'lib qolsa, ya'ni fa'il bo'lib qolsa, ya mubtada bo'lib qolsa, ya xabar bo'lib qolsa, demak peshlik o'rnida bo'lib qolsa, buni alif bilan eklamiz. Taliban, kitoban deb. Agar zavarlik o'rnida bo'lib qolsa yoki maf'ul bo'lib qolsa va undan boshqa zavarlik o'rnida bo'lib qolsa, ya bilan eklamiz. Kitobayn, qara'tu kitobayn, darabtu waladayn, ra'aytu talibayn deganga o'xshash. Qaranglar, aqra'ta hataynil majallatayn. Ikki jurnalni o'qidingizmi deydi. Endi bu yerdami hatanil majallatan peshlik holatda. Endi bu yerda ya bilan zavarlik holatga keldi. Chunki bu yerda qara'a fi'il ta fa'ili. O'qidingizmi? Siz shunaqo. Endi hatayn bu yerdan bo'ldi
maf'ulun bih. İki jurnalni o'qish kim nimaning ustiga tushadi? İki jurnalning. İsh harakat ustiga tushgan narsa maf'ulun bih. Shuning uchun zivar o'qilishi kerak. Ikkilik ismning zivar o'qilishi nima bilan bo'ladi? Ya bilan. Shuning uchun bu yerda hataynil majallatayn deb ya bilan keldi deymiz. Naam qara'tuhuma deymiz. Bu yerda mu naam ra'aytuhuma. İkkilik holatda javob beramiz. Qala al-mudarrisu li Hamidin wa sadiqihi dedi o'qituvchi Hamidga va uning do'stiga ra'aytukuma. Hamid uning do'stiga ra'aytukuma. Ko'rdim kuma sizlar ikkalani. Ka bo'lsa sen antana nimasi tushunchali shakli kuma bo'lsa ikkilik antumaninki. Kuma bo'lsa sizlar ikkalani masjidda oqshom. Ko'rdim sizlar ikkalani masjidda oqshom. Ra'aytukuma. To'rtinchisini o'zinglar ishlab baqing. Qandoq ikkilik domir mas keladi? Yettinchisi ajib anil as'ilatil atiyah. Tuandagi savollarga javob bering deydi. Mas holati javob beramiz. Mata kharaja Ahmad va akhuhu min al-fasl. Ahmad va uning qarindishi sinfdan qachon chiqdi? Deymiz xaraja, ya'ni xaraja, xaraja, xaraju, shunday xaraja bir er kishi, xaraja ikki er kishi. Yani Ahmad va uning qarindishi ikki odam bo'lg'achqa xaraja deb ikkilik holatga fe'lni keltiramiz. Xaraja qabla sa'a. Nima desak bo'ladi? Bir soatdan ilgari, peshimdan ilgari nima desak bo'ladi? Muhimi mushadagi fe'lni qanday keltirish. Mata zahabtuma ila Makkata. Makka qachon keldinglar? Endi javobaga vaqtida mutakallimchi, mutakallimning ikkiligi desa, mutakallimning ikkiligi ko'plik bilan o'xshash, ya'ni ko'plikni ishlatamiz. Masalan, sizlar ikkalanglar Makka qachon keldinglar desa, zahabna keldik biz ila Makkata qabla al-asr. Asrdan ilgari qanday qildik? Keldik. Ya'ni zahabna ko'plikmi zahabna, ikkilikmi zahabna. Ikkilik bilan ko'plikka o'rtaq. Mâzâ şeribte Zeynebu ve Suadu. Şeribet Zeynebu ve Suadu. Zeynep ve Suad nime içti? Şeribeta el-kahvete. Nime içti? Kahve içti. Yani şeribet bir ayal içti. Şeribeta iki ayal içti. Yani şeribeta Zeynep bilen Suad boğaçqa şeribeta deyimiz. Dördüncüsü eyne yedrusu Hamid ve Halid. Beşincisi mâzâ teğsilu Aminatu ve ummuha. Amine ve onun annesi nimi yuvatıdı deydi. Bu ikisini özünle işlep bakınlar. Sekizincisi teemmel meyeli. Töndekilerini mulayiz qılın deydi. Qarab bakıdığın bolsak, yani şu dikkat. İkilik ve köplük fiillarda mudari'ninki ikiliki ve köplüki da peşlikning alameti nunning mushada turishi bilan bo'ladi. Zavarlik yoki sukunlikning alameti nunning mushadan tushib ketishi bilan bo'ladi. Biz buni ilgirki sonlik darsimizda qanday qilgan so'zlagan. Mudari'ning ikkiligi va ko'pligida nunning tug'anligi, peshlikning, shu fe'lning peshlikning alameti nunning tushib ketganligi, shu fe'lningki zavarlikning yoki sukunlikning alameti. Masalan, al-mudari' al-marfu' peş o'qilgan mudari deb yezhabani, yezhabuna, tezhabani, tezhabuna, tezhabina deb ma fe'llarni berdi. Qani bu yerdagi peş o'qilgan yeri desa, hammasining oxirgi nunning mishada mavjud bo'lib turganligi peş o'qilganlikning alomati deymiz. Al-mudari' al-mansub. Sivar o'qilgan mudari deydi. Lan yezhaba, lan yezhabu, lan tezhaba, lan tezhabu, lan tezhabi. Bu lan fi'li mudari'ni qanday qiladi? Zar qiladi. Qani bu yerdagi zivar bo'lgani bu fe'l mudari'ning desa, oxiridan aslisi yezhabani, yezhabuna. Hammasini oxiridan ba, nun ba. Mushadagi lanning kirishidan nunning tushib ketganligi zivarlikning alomati deymiz. Lam. Lam fe'l mudari'ning oxirini qanday qiladi? Sukun qiladi. Lam yezhaba, lam yezhabu, lam tezhaba, lam tezhabu, lam tezhabi. Qani bu yerdagi lamning oxirini sukun qilgan desa, buningmi asli bu oxir hammasidan batdi, nun batdi. Lamning kirishidan oxirgi nun qanday qildi? Tushib ketdi. Nima uchun? Ashyadan tushib ketganligi sukunlikninki alomati. Fe'l mudari'da. Bu bir qoida. Yani hadihi hiyal af'alul khamsa deydi.
Mana bu 5 fe'l. Qarab baqadigan bo'lsak, bu 5 fe'l qaranglar. 1 2 3 4 5. Muşumu ben üzü şu. Ma hammasi üzü şu. 5 fe'l bu arab tilidagi bir ayrim qoidalar hisoblanadi. 5 fe'ldir. 5 fe'lning i'robi qoida. 5 fe'lning i'robi pesh o'qiladi nunninki sabit bo'lishi bilan, his ashada mavjud bo'lib turishi bilan. Zvar va sukun o'qiladi nunning tushib ketishi bilan deydi. Bu bir qoida. Ya'ni nunning ashada mavjud bo'lib turganligi peshlikning alomati, nunning tushib ketganligi zvarlik va sakinlikning alomati deydi. Bu arab tilidagi 5 fe'lninki i'robi. Unda bo'lsa bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki soatda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.